Voy, ukol qilishni o'rganmadim. U imtihon nima bo'ladi? Yurmanda sinab ko'rib o'rganib olasan. Tomirdanmi? Yo'q de. Xo'p, sun'iy nafas berishni o'rganamiz. Rustam va yoting. Kim boshlaydi? Mayli, men chiqsam. Men hozir kelaman. Qoch, o'zim bajaraman. Chalg'imimiz vaqt ketyapti, tezlashamiz. Menga tez telefon qil, telefonim jiringlab qolsin. Xolboyev, siz qachondan doktor bo'laman deb niyat qilgansiz? Shu 8-sinfda odam anatomiyasi kitobining 36-varag'ini ko'rganimdan keyin, yoshligimdan qiziqqanman demoqchiman. Anaqa spirtlar bor, spirtlar deyaptilar. Ha, kasal davolayapsizlar, mana. Xolboyev, chiqib o'tgan mavzuni tushuntirib bering. Bo'ldi, faqat menga bitta yordamchi kerak bo'ladi. San, chiq. Bu yoqqa o't. Mana bu egil. Ya, mana bu yoqqa o't. Egil. Xolboyev, nima qilyapsiz? Ha, kvartiraga bitta qora shkaf oluvdik-da, o'sha xonani qatiga mos kelishini ko'rib oldim. Ozgina suvam. Mana, Sho'rvadining topilmaydimi? sizlar kasal davolayapsizlarmi yo kayf qilyapsizlarmi? Qo'ling ol. Nima? Tushunmadim. Ol qo'ling. Hozir gips qilishni o'rganamiz. Bizga bitta kasal kerak. Ha, kasal hozir bo'ladi. Yur bu Ha, yoqqa. qo'ling ol, nima qilyapsan? Kar qilasan, ustoz. Mana kasal. Bu yerga doktor bo'lgan kelganmiz-ku, matematika nimaga kerak? Jinni matematika bizga eng kerakli fan, hisob-kitob o'rganasan. Voy, o'yna, men buni qaraman. Bu nimasi? O'yin o'ynab o'tiribsizlarmi? Axir biz shifokormiz. Odamlarning kelajagi bizning qo'limizda. Biz ko'proq o'qishimiz kerak. Xolboyev, Xo'p, nega meni otib tashladingiz? To'xtang. karantinda o'qishni onlayn bitirgan doktor operatsiyada. Doktor, operatsiyaga maskasi qilish mumkin emas. Ha, yo'q. Ha? Hozir. Doktor, unaqa maska emas, mana bunaqa maskani aytdim. Doktor, nima ish o'tib oldingiz? Endi Zoomda onlayn dars o'tardik-ku, past ko'rinmasdi, o'shanga o'rganib qolman. Xo'p, ishni odan boshlaymiz. Birinchi o'rinda qo'lqoplarni kiyib olamiz. Nimaga so'g'mas u? Yo'q, unaqa emas. Tibbiyot qo'lqoplarini aytyapman. Bemorga xulosa bering. Qon tomirlaridagi muammolarni bartaraf etish kerak. Kengaygan veno qon tomirlarini jarrohlik yo'lisiz dori bilan yuvib chiqarish kerak. O'rbitingiz bormi? Nimaga? Chayna boring. Xo'p. Men televizorni eshitalik. Iya? Tog'mi? Tog' ko'rsatyapti televizorda. Перевал. Bemor tayyormi? Tayyormisiz? Javob bering. Doktor javob bera olmaydi. Ne javob bera olmaydi? Erkakmi javob bersin? Doktor kasal, Qanaqa kasal? yuragi kasal. Qiz tashlab ketdimi? Qaysi qiz? Xo'p, kesamiz. Bunda spirt kerak bo'ladi bizga. Bo'ldi. Bodringam olib kelaymi? Voy, infeksiyani o'ldiradigan spirt. Bemorning holati og'irlashyapti, doktor. Yes! Nima bo'ldi? Bemoringizga keldimi? Yo'q, Instagramda podpiskam 10 mingta bo'ldi. Qara. Men sizlarni hammanglarga rahmat etmoqchiman. Meni Instagramda 10 mingta bo'ldi. Doktor, bemor yaqinlarsiz so'rashyapti. Menimi? Ha? Charchadim. Nima gap? Doktor, umid bormi? Bahodir bor, Azamat bor. Ya umid yo'q lekin bu yoqda. Yo'q, tuzalib ketadimi demoqchi edik. Nima ovqat yeydi? Nima olib kelaylik? Ha. 4 ta shashlik, qozon kabob, keyin xonim olib kelinglar, xo'p, bo'pti. To'xtang. Xonim olmanglar, hozir parhez zamanda. Ana meni sharofatim bilan operatsiya ham zo'r o'tdi. Endi buni nishonlash kerak. Men qaranglar, hozir hamma trend olyapti. Biz ham bironta trend olaylik. Bo'ldi.